Assalomu alaykum. Ko'rib turganingizdek, yana bir zakazimiz tayyor. Topinchi endi zakazimiz qaysi viloyatga? Albatta, yana Samarqandga. Yana bir narsa aytib o'tishimiz kerak. Empress Gold endilikda Samarqandda. Maxsus tarzda shaxsiy logotiplari tushirilgan ajoyib ko'rjinli naborimizni hamda kraft paketimizni oq rangda 2 xil razmerda hamda ajoyib tarzda ishlangan ko'rjinli naborimizda uzuv zireylar uchun uzuv doskalari, uzuv va zireylarga qo'yiladigan podstavkalarimiz hamda maxsus ishlangan o'sha sepochka hamda brasletlarimiz uchun doskalar Empress Gold logotipi bilan birgalikda tushirilgan. Har biri maxsus tarzda ishlangan. Yana aytib o'tishimiz kerakki, zargarlik g'ilofida ham Empress Gold logosini ko'rishingiz mumkin. Albatta, Samarqandga kelib xarid qiling hamda har bir qadoq qutida Empress Gold logosini ko'rasiz va bizning ham ishimizni o'z o'rnida baholab o'tib keting. Ko'rib turganingizdek, zargarlik g'iloflari 2 xil rangda, qizil hamda rozevi ranglarda. Menimcha juda ham chiroyli chiqdi. E'tibor berganingizdek, logotipdagi har bir rangda endilikda har bir korobka qutilarimizni ham shu rangda ko'rishingiz mumkin. Tilla hamda seriya ranglarda, kulrang ranglarda. Va yana bir sizlarga ajoyib yangilik hamda savolimiz bor. Bunday tilla sandiqchali boksimizni zargarlik sohasidagi mijozimiz uchun aynan nimaga kerak? Shaxsiy logotiplari tushirilgan tilla rangdagi ajoyib boksimizni topgan odamga albatta Myboxdan ajoyib hadyamiz bor. Albatta mijozimizga umuman tanish bo'lmagan holatda hamda ularga umuman aloqaga chiqmagan holatda o'z shaxsiy fikringizni aytishingizni so'rab qolamiz. Hamda sizga ham shaxsiy logongiz tushirilgan qadoqlar kerak bo'lsa, albatta biz bilan bog'laning.